Tasavvur qiling, sizda sotuvlar kamayib bormoqda va siz ularni ko'paytirmoqchisiz. Birinchidan, muammoni shakllantiring. Qanday qilib sotuvni ko'paytirishim mumkin? Ikkinchidan, uni teskarisiga aylantiring. Qanday qilib savdoni qisqartirishim mumkin? Uchinchidan, barcha usullarni sanab o'ting. Masalan, kamroq ish qo'ng'iroqlari qilish, mijozlarga qo'pol munosabatda bo'lish, ularga yordam ko'rsatmaslik, mahsulot haqida yaxshi bilmaslikni va kafolatli xizmat ko'rsatishni istamaslikni namoyish etish. To'rtinchidan, baholang. Ro'yxatdagi barcha elementlarga ahamiyatiga ko'ra raqamli qiymat bering. Beshinchidan, eng yuqori baho olgan elementlarga e'tibor qarating. Ular muammolaringizning eng ehtimoliy sabablari bo'ladi. Oltinchidan, dastlabki iboraga qayting va aniqroq savol qo'ying. Bizda u quyidagicha bo'ladi. Qanday qilib ko'proq ish qo'ng'iroqlarini amalga oshirib, sotuvni ko'paytirishim mumkin? Inversiya tufayli biz savdoni oshirishning eng samarali usuli ko'proq ish qo'ng'iroqlarini amalga oshirish ekanligini tushundik va endi vazifamiz ularni qanday qilib ko'paytirish mumkinligini hal qilishdir. Ya'ni fikrlashni o'rganing. Bu bir vaqtning o'zida ikkita qarama-qarshi yoki bir-biriga zid bo'lgan g'oya. Ikkita tushuncha yoki tasvirni tasavvur qilish qobiliyatidir. Bu masalan, ongingizni bir vaqtning o'zida ham chaqaloq, ham keksa ayol qiyofasida tasavvur qilish yoki sizda bir vaqtning o'zida uy hayvoni borligini va yo'qligini tasavvur qilishga o'xshaydi.